Assalomu alaykum akalar. Muntazam kuzatib turgan obunachilar. Mana sizlarga yaxshi narsani ilindim. Kechagina 3 ta semental buzuvchilar olib keldim. O'zlaring bitta baho beringlar, kommentariy yozib qo'yinglar. Qimmatmi, arzonmi? Ana kattasi xunajin. Onasi ham xunajin. Onasi novvoschana. Mah. Toza avstriyalik semental buzuvchilar. 18.335.000 dan tushdi. 3 yosini bir joyda oldim. Onasi sutemda 1 oylik. Onasi 1,5 oylik. Baquvvat tug'ilgan novvos. Mayda o'zimda semental buzuvchilarim bor. Bir yosh bo'lib qoldi mashinasi, 1 yosh. Onasini olganimga 3 oy bo'ldi. 27 ga olganim. Hozir avstriyalik semental bu ham.